Davlat prezidenti shoshilinch shifoxonaga yotqizildi. Azizlar, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda eng so'nggi va qiziqarli xabarlarni bilib olishingiz mumkin. Pokiston prezidenti Asif Ali Zardoriyning ahvoli yomonlashgani bois zudlik bilan Karachidagi xususiy shifoxonaga yotqizilgan. Bu haqda Pokiston ommaviy axborot vositalari ma'lum qilmoqda. Pokiston Xalq partiyasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Zardoriy hozirda davolanmoqda. Uning ahvolini baholash uchun zarur tibbiy tekshiruvlar o'tkazilyapti. Shifoxona atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Huquq-tartibot organlari muassasa hududida ruxsatsiz kirishni cheklab qo'ygan. Ta'kidlash joizki, prezident shifoxonaga yotqizilishidan bir kun oldin Navabshohdagi qarorgohida Milliy assambleya spikeri o'rinbosari G'ulom Mustafo Shoh hamrohligida Ramazon hayiti munosabati bilan o'tkazilgan ibodatlarda qatnashgan edi. Hozircha uning sog'lig'i holati haqida rasmiy bayonot berilgani yo'q. Asif Ali Zardoriy 2024-yilning 9-mart kuni Pokistonning yangi prezidenti etib saylangandi. U 2008-yildan 2013-yilgacha ham mamlakatda prezidentlik qilgan deyilgan xabarda.